Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin bugünkü devamı Abbasiler halifeleri hakkındaki dersi başlandı. Birinci halife Abdullah Saffah'nınki hayatıda toxtalyapmiz. Hem de Abdullah Saffah hem de Abbasiler içinde tunji halife olan halife. Bu halife olan vaqtida Kupida tunji qitim cuma xutbasida nima degan deydi ulamalar. Bu tunji jumani o'qigan vaqtida jumani o'qib bo'lib, shu jumadagi xutbasida hamda mundaq degan. İslamni o'zi uchun tanlagan ulug' Allohga hamd sanolar bo'lsin. O İslamni nayet sharaflik, ulug', karamlik, buyuk qilgan Alloh zotga hamd sanolar bo'lsin. O Allah İslam dinini biz uchun tanladı. Biz orqali qo'lladi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demekçi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu kişinin cemaat edinemde bizni o İslam'ın ehli kıldı Allah. Şundakla İslam'ın korganı ve İslam'ın müdafialindığın gari kıldı dedi. İslam'ını icra kıldığın, yürgüzdüğün ve İslam'ını müdafaa kıldığın zatlardan kıldı. Andın şu Kur'an'daki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki aile tavabatı münasebetlik, tukandaşlık münasebetlik ayetlerini bayan kılıp öttü de bu adam. Ahırda mındaq dedi. Allah Teala öz peygamberinin ki cinini elip öz dergahına elip ketken vaqtida bu işini peygamberimizdeki bir türküm sahabeleri öz zimmesiga elip davamlaştırdı dedi. Hilafetini. Hatta şu Süfyanlar, Mervanlar ailesi bular seklep kopap, ular zulüm kılıp bu hukukni özüge monopol kılıp aldı. Allah Teala ularga bir mezgil fursatni berdi. Ahirde ular Allah'ın gazap nefretini qo'zg'agandan keyin Allah ulardan bizning qo'limiz orqali intiqom oldi. Bizga Allah Teala bizning haqqimizni qaytarib berdi. Nima degan vaqtida biz orqali zeminde zulüm çekiyotgan mazlumlarga Allah Subhanahu ve Teala şefkat qilishimiz uchun deydi. Allah Teala biz bilen başlayan bu İslam hakimiyetini biz bilen tamamlaydı dedi. Hem şu Resulullah'ın aile tavabatı buluş süptümüz bilen bizim muvaffakiyetimiz, şerefimiz fakat Allah bilen buludu degan hutba tunji qitim cuma hutbasi aytilgan. Yana bu xutbasininki ahirida davomlashtirib Saffah shunday deydi. Ey ko'pchiliklar deydi. Biz nima sizlar muhabbat nazrimiz tushgan kishilar. Sizlarni biz yaxshi ko'rgan kishilar deydi. Şu muhabbatdan sizlar zerikmisanglar. Yoki zolimlarning majburlashtirish sizlarni u muhabbatdan qaydirmagan ahvolasida. Sizler biz orqali eng baxtli insonlar. Bizga nisbatan eng ulug' sharafli insonlar sizlar. Men sizlarniki oylik ta'minatingni yuzlab oshirib beraman. Baxtli bo'linglar dedi. Men bo'lsam sehiy mard Saffah ki shu huquqni qo'lga olgan degan mazmunda. Ya'ni bu Saffah nayet meşhur laqami bu Saffah ma'nosidan xilma-xil ixtiloflar bor. Biri qonxo'r degan ma'noni ishlatgan. Lekin sehiy mard ma'nosi bu yerda bakrak juloliq ko'zi ko'rindi. Endi mober degani bu yerda nayetda shu aymay isrofxo'rlik bilan pul berdigan mada odamni ko'rsatgan sifat hamda. Sair bu yerda qoyajan bilan berdigan yoki hissiyat orqali nayetda bexillik tufaylidan emas. Hamda İsa ibn Ali degan kishi bu hamda Saffahning tog'lari bo'ladi-da. Shu Saffahninki shu Abbasiylarning jamoati Kupini nishonlab Humaymidan otlangan vaqtida bu yerda gaplar chiqqan vaqtida mundaq deydi. 14 adam chiqqan deydi. Biz izlagan narsani izlab deydi. Bundan degani biz orzu qilgan xilofetni, hakimiyatni bizning jamoatdan 14 adam yerga birga kelgan deydi. Orzulab. Ularning hammasining himmat nishoni irodasi kuchli dedi. Qalbi noyatdi, chin mustahkam odamlar edi dedi.
Hamda Marvonga hamda bütün şu Iroqliklarniki Abdullah Saffaqqa bayat qilganligi xabari yetgan vaqtida darhol Abdullah bilan Saffaq bilan urush qilish chiqdi. Hamda Marvon to'q vaqtida o'lib ketmidi, o'lmidi. Hamda xilofat huquq tanishyapti-da bularni shu vaqtlarda. O yuqorida o'tdi emas, shunga o'xshash o mag'lub bo'lib o'ltirildi hamda. Hamda Saffaqqa bayat qilingan vaqtida o Mavila jamoatidan, ularning qo'shinlaridan nurg'un xaloyiq odamlar o'ltirildi. Demak, Abdullah Saffaqqa bütün shahar, qishloqlar, davlatlar buningga ma'qullik bildirdi, ya'ni bo'ysundi. Lekin Mag'ribul Aqsa, ya'ni shu Mag'ribniki eng yiroq taraflari, shu Marokash, hozirgi Jazoir, Tunis taraflar, ta Andalus bo'lgan orliqlar bayat qilindi. Endi demak bu yerda bir nuqtani eskartib qo'ysak bo'ldi. Umayyalar davrida ma'lum darajada podsholar, hokimlar orasida keyingi davrlarda zulm oshgan bo'lsa-mu, ular davlatniki butunligini sharqdan g'arbgacha saqlab tura olgan. Ta Andalusdan tortib, ta Turkiston zemini hammasi mushularniki qo'lida, iqtidorchiligida. Ammo Abbosiylar davriga kelgan vaqtida Abbosiylarniki dastlabki hokimlari ma'lum darajada taqvo salih bo'lsa-mu, lekin bular davlatning butunligini saqlab qolmagan bular. Hatto sharqmi mustaqil bo'lib olgan. Keyingi mezgillarda mesela Tahiriylar davlati, Samaniylar davlati deymiz bular. Hatta Qarxonlarmi mesela bular ayrim. Andalus asosan Mag'ribul Arabiylar qo'ldan ketgan. Keyingi davrda mesela Fatimilar o'tirib chiqib olgan. Ham davlatningki butunligi Umayyalar davridagidek hargiz birlashmadi bundan keyin. Shunglashqa Imom Zahabi rahmatullohi alayhi shundaq degan, Abbosning shu Saffahning, Abdullah Abbosning Saffahning davlat qurish orqali davlatning bir butunligi, jamoat birlik bo'linib ketdi deydi. Mush Tahart bilan Tubna orasidagi joylar, bu hammasi hozirgi Tunis bilan Marokash tarafdagi o'rinlar davlatga bo'ysunish itoatini buzib tashladi bo'ladi deydi. Hatto Sudangacha, hatto Andalus mamlakati bular itoatni tashladi. Bu davlatlar kim g'olib bo'lsa, kim podsho bo'lsa, shularla mustaqil bo'lib ketdi. Va bu ish mustaqil mezgillarda mashta davom etdi deydi. Hem Saffah o'zi shu jadariy kasaldan o'lib ketgan. Jadariy kasal degan bir yuqumliq virus kasal. Hem shu badandan boshqalar yuqudi, shu tamiratga o'xshash terilik o'lab, yarangdab, chicheklab bo'ladigan bir kasal hamda. Shunlar o'lib ketgan. 136-yilda Zulhijjada ish kichik shu vaqtida bu odam o'zinki vali ahdlikda o'zinki okisini Abu Ja'farni tayinlagan. Abu Ja'far o'zidan cho'ng bo'lmiş vaqtida. O'lib ketgan vaqtida bu odam 34 yoshga. Shu oxirgi mezgilda embargo o'tkazilgan. Hamda Kufidan embargo o'tkazilganda xilofatning hokimiyat markazida. Embarni o'zi xilofatningki markazi Darul Imora qilib belgilagan. Poytaxt. Embar hozir Iroqda. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.